Bor magazindan suv olib kel. Bor, nima qilib yotibsan? Suv olib kelsang bo'lmaydimi? O'zingiz olib kelsa bo'lmaydimi? Aka, pul bermaysizmi? Havo yomon ketdi. Qara telefon chirilyapti. Uka, men qilyapman. O'sha yerda konditsionerda pul tutib turibdi. Bor, olib kel. Voy. Hozir men ukamni boplayman. Bor, konditsionerda pul og'zida telefon chirilyapti. Bor, olib kel. Men qo'yatdim. O'sha yerdan konditsionerda pul olib kel. Borish kerak deb. Voyt. Xo'p. Mana, Yozsanmi? bas 2 metr joyga ham yura olmayman. Alo jonim, ertaga ko'rishamiz. Ha, boraman. Voy, jonim Yedingizmi? Mashina qilaman, uka. Aniqmi? Oyamga aytma. Boring, magazindan mana shu qo'llarni olib keling. Olib keling. Ha, keldingizmi? Yaxshi. Endi aytsa qara. Uyda konditsioner bor, uka. Kelmayapti. Ertaga aylangani boramiz. Mana aylantirishga olib keldingiz. Hop. Qani endi ovqat olib keling. Nima ovqat yeysan endi? Ey, o'zim mashg'ul ovqat olib keling. Voy, shuncha narsa yeysanmi? Olib berganingizdan keyin Ber yeyman. mana og'zingni. Art og'zingni. По-любому нам солнца не хватало, ночь покороче, и я с тобой мало нам. Nima qilyapti bu yerda? Nima qilib qo'ydilar? Senlarda odamlar uyda Nima qilding? Video. Bilaman videoligini. Qanaqa video bu? Instagramga video oldik. Siz ham. Biz bloger bo'lmoqchimiz. Sizda reklama olamiz keyin. Bobur Mansurov bo'lib ketamiz. Mana bular sotib olmoqchi bo'lishdi, bozorga olib chiqib. Qaysi bozorga olib chiqdi? Lo'li bozorga. Nima Chorsuga olib bormadi? Lo'li bozor arzon-ku. O'sha yoqqa olib ketishdi-da. Bolalar Chorsuga olib, yo'q bo'lsa Ippadromga boringlar, normalni ketardi. Nima san sotadi? Nima ukalaring sotib olsalar sanlar? O'zi chaqimchi. Chaqimchi bo'ldi. Sanlar san chaqimchilik qilma. Sanlar bloger qo'lingdan keladi, eploliysanlar. Eplaymiz, hadi bir hafta muhlat bering. Bir hafta. Unda sanlarga bir hafta muhlat, blogerchilikda eplalaring, eplolmasak soching hammasini kalga olamada qishloqqa jo'nataman. Tushundilaringmi? Hop, dada. Davay, chiroyli video menga ko'rsatinglar, keyin internetga qo'yamiz. Rahmat. Davay. Lekin reklamadan do'la chiqarlaring menga. Davay, hamma bloger bu yoqda. Blogerlar ham bizning kommentariyaga yozarmikin? Yozadi. Yozilsa kibr ekan. По-любому нам солнца не хватало, ночь покороче, и я с тобой мало нам. Muhabbat yaprog'in o'zganing rostmi? Chechak ochilsin deb Foydam büyümese ükemezme. Ertaga ko'rishamiz. Nimani ertaga ko'rishasiz? Hech kim bilan ertaga ko'rishamiz. Nimaga? Ana o'rtanchamiz bor, chaqimchi. Lag'bo. O'sha borib, sizni pulingizni, adam pullarni, mani pulimni, o'yin pullarni, xullas uydagi bor pulni olib, qimorga tikibdi. Qimordan katta soqol ko'taraman deb ko'taramoqchi. Yo, soat. Yo. Dadamga nima deyishini bilasanmi? Bo'ladimi? Necha? Kafi. Hozir ketganlik. Sizga. Men aytgan ishingizga roziman, menga faqat pul kerak. Esimga keldi. Kimdan ketdi? Dadamni. Qishloqqa. Shart emas edi-de. Zo'r kartoshka pishirib beradi. Assalomu alaykum. Kimsiz? Alaykum assalom. O'zinglar kimsizlar? Bu mollarga keladiz. Sizlar Mohira opani qidirib kelganmidinglar? Ular o'tib qolganlar-yu. Voy. Qizlarning hozirgi yashash manzillari qayerda? Adashmasam Toshkent shahar, Yunusobod 6-kvartal degandilar. Yur, rahmat amaki. Alo, assalomu alaykum. Ho, dada. Yaxshi, rahmat. Yonimda ekan. Rossiyaga? Ukamni ham olib ketyapsizmi? Agar kasal bo'lsalar biz bo'pti, qaraymiz. hayotda
oz yashab ko'p azob ko'rdim. Gohida yiqildim, gohida turdim. Sevgidanam, do'stanam, bir barakay kuydim. Dedingiz jon bolam, saqlama dilda g'am. Mehrni narxi yo'q, do'stlarning soni. Minnatli bo'larkan o'zganing noni. Lekin ota-onangga kelmaskan maloli. Bo'zlab qolma yo'qotgach, hidlab ro'moli. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Mehribonim onam,